O'zbekning bitta xalq maqoli bor, bilasiz-a? Onangni otangga bepardoz ko'rsatma deb. Keling shu maqolni sal o'zgartirmoqchiman. Onangni otangga mobillik kosmetikalarsiz ko'rsatma degandek. Har bir ayol borki, doim go'zal, chiroyli. Chunki yoshini so'raganingizda, "Necha yoshsiz?" 18 yoshman deyshadi, to'g'rimi? Har bitta ayol o'zi uchun tonalka, tush, qalam, pomada ishlatishadi, to'g'rimi? Mana. Shu narsalarni ishlatib turib, kompaniya tomonidan bepulga sovg'a sifatida atir olishingiz mumkin. Chunki do'konlardan ham hamma yerdan kosmetika sotib olamiz, to'g'rimi? Yoki boshimiz uchun shampun, zubnoy pasta bu narsalarni xarid qilamiz, to'g'rimi? Shu narsalarni xarid qilib turib, shunaqa zo'r, mundanda zo'r, mundanda qimmat parfyumimizni bu katalogda registratsiyadan o'tgan konsultantlarimizga sovg'aga kelyapti. Qizlarjonlar, bu imkoniyatdan to'laqonli foydalanib olinglar. Hammaga va eng zo'r tarafi katalogimizdagi hamma mahsulotlarni sizga 20% chegirmada beradi. Likey